Assalomu alaykum akalar. Mana qo'choqlaringiz bir qator tushiga oz qolganda abzorlarni ko'rsatib qo'ydik. Mana akalar bunaqa joylariga plastikdan eshikni qo'yib, chiqindi musor qo'ysalar bo'ladi. Mana idishni yuvasizlar, idishni tayyorlasizlar. Musor tusurini eshikni ochib, tagiga to'kasizlar. Mo'ykasini. Tuzlari yuviladi. Bu shashlik ko'rasi, mangali. İşler agni forni g'ishta bo'lgan, gullar ochilgan. Yo'llariga mana o'tinlar turadi, shashlik pishirgan qo'yib, malarni. Bitta qo'yni so'yib, taliq joyida mana shashlikni qilib, choyni qo'yib, qaynatiladi filagalarda. Bu qozonda sho'rva pishadi, mana qozon, mana ichi. Ishlarni ko'rsatib qo'ydim. Mana katta qozonni ichi. Oshti qozoni, eshiklari beshga ediki, mana qozonda oshti qilib, mana qozonda jigar, pigar, kartoshka, martoshka degan narsalarni qovurib, yeyishlar. Tak, mana sho'rini qanaqa yuvishdi, qanaqa lahlashni, qanaqa kraskalashni ko'rsatamiz. Tepalari kafil, kartoblari kafil. 7000 so'mdan har bir tochkasi bitta qozoni, har bir qozoni 7000 so'mdan. Mayat 7000 so'm, 7000 so'm. 7000 so'mning ichida biz g'ishlarini, sho'rini yuvib, laklab, kraskalab, qozonni atrofiga, kartobliga kavlab beramiz. 4000 so'mdan cho'rga qilib ulguramiz. Keyin o'zingizlar suv otib, kavlab olasizlar. 5000 so'mdan oldini mashg'ulotga olib kelib, qozon atrofiga ila kafil bosib beramiz, qolgan joyiga kirasizlar. 12000 so'mga granit, sariq tosh yoptirib bir yo'l beramiz. Rossiyskiy g'ishlardan bo'ladigan bo'lsa, ular ham 12000 so'm bo'lib qoladi. Bitta tochkasi. Ishlariga agni ko'rinishlarimiz. Termosdagi kraskalarimizda bu g'ishlarimizni sho'xlarini, mana temir eshiklarni maytidagi ugonlarga 1200 gradusga chidaydi. 1200 gradusda yonib ketmaydi, erib ketmaydi, kuyib ketmaydi, qora. Uni bunaqa kichiklarda sho'xlarini kraskalab, mana katta cho'tkalarda eshiklarni qora kraska berib turib, keyin ustidan lakda, yaxta, libboy, betsetli lakda laklavashda bo'ladi. Tak, sho'rini yuvish tarzi ko'rsataman. Mana kola, buni ichsa bo'lmaydi, ichgan emas bu. O'z magazinda kolasi. Coca-Cola'ni qo'yasizlar, ularni yuvishga. Mana Coca-Cola sap-sariq, somonli so'yiga o'xshaydi. Buni olib kelib mana. Oxirlaganda qayerda yuvib chiqarasizlar. Azotda yuvsa ham bo'ladi, azotdan sasi beradi azotlarni. Like bosib kuzatib turib, tutganda polnisda laklanganini, kraskalanganini, o't yoqilgan holatini olib ko'rsatamiz.